begona yurtda bayrog'ini mashuncha odamni betiga bunday qilib ko'tarish yaxshi narsa emas. Meni arablar padishka qiladi. Men obunachilarimga begona davlatda bayrog'ini ko'tarmayman-ku. Bunaqa provokatsiyalarga ishonmanglar, bunaqa fitnachilarga ishonmanglar jigarlarim. Bu begona davlat emas. Bular qo'shni davlat bo'ladi. O'rta Osiyo, bizlar birgamiz. Bizlar bir-birimizga jigar bizlar. Hech qachon bunaqa gaplarga ishonmanglar. Bu videoni paxta deb o'ylaysizlarmi? Prosmotr uchun, like uchun deb o'ylaysizlarmi? Kim qanaqa o'ylashini qizig'i yo'q. Men har bitta mana shu davlatlarda hurmat qilaman. Sababi meni kuzatadigan insonlar, meni obunachilarim mana shu davlatlarning ichida bor. O'shaning uchun har bittasini yaxshi insonlarni o'zimga yaqin olib jigar deyman. Agar gapim noto'g'ri bo'lsa, noto'g'ri deb kommentariyaga yozib ketinglar. Bunaqa provokatsiya, fitnalarga ishonmanglar jigarlarim. Bitta ikkita mana shuni ongi pastroq insonlar chiqib, odamlarni shunaqa biriga qayraydi, davlatlarni bir-biriga shunaqa qayrab, yomon ko'rsatishga harakat qiladi. O'rta Osiyo, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmeniston, Ozarbayjon, Turkiya, Afg'oniston, Qoraqalpog'iston, Turkistonlik jigarlarim, jonlaring sog' bo'lsin, abdush hurmatdasi. O'zlaringni ehtiyot qilinglar.